O'zi homiladorlik paytida tana vazni oshishi kerakmi? Har oyda necha kilogramm oshirishi mumkin? Tezda shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Har bir homilador ayolimiz tana vazniga e'tiborli bo'lishi kerak. Homilador ayollarimiz juda ham katta e'tiborini vaznga qaratishi darkordir. Nima uchun? Chunki homiladorlik paytida o'ziga xos kerakli massa, ya'ni odam tana vazni olish kuzatiladi. Ba'zi ayollar kimdir ko'proq tana vazni o'sha homiladorlik paytida oshadi, kimdadir kamroq tana vazni oshadi. Har kimda har xil savol. O'zi homiladorlik paytida tana vazni oshishi kerakmi? Tana vazni oshsa ham qay darajada oshishi kerak degan savol. Juda ham dolzarb muammo, chunki aynan shu tana vazniga qarab muammolar ham kelib chiqadi. Buning uchun har bir homilador ayolimiz tana vazniga e'tiborli bo'lishi kerak. Har bir vizitingiz, ya'ni poliklinika, o'sha oilaviy shifoxonaga borganingizda birinchidan sizni nima qilishadi? Qon bosimingizni o'lchashdan oldin sizni nimaga? Taroziga qo'yib o'lchab olishadi. Bu nimaga kerak? Chunki har bir haftaga, homiladorlik haftasiga, oyiga, 3lik oyligiga qaraganda o'ziga kerakli tana vazni olib olish kerak. Birinchidan aytamanki, tana vazni olmasligi va teskariga tana vazni tushishi bu patologiya. Bu holat kuzatilsa, tezda shifokorga murojaat qilishingiz kerak. Demak, homilador ayolning organizmida nimadir yomon kechyapti. Chunki homilador ayol albatta tana vazniga vazn qo'shilishi shart. Faqat o'zining chegaralari mavjuddir. Sizda savol tug'ilishi mumkindir. Men har oyda necha kilogramm oshirishim mumkin? To'g'ri. Buning uchun biz o'sha 3likka ajratganmiz. Ya'ni homilador ayol 9 oy davomida homilasini olib yursa, antinatal parvarishi buni 3 ta 3likka ajratamiz. Birinchi trimestr, bu birinchi 3 oy, ikkinchi trimestr o'sha 6 oygacha va 9 oygacha bu bo'lgan 3-trimestr hisoblanadi. Birinchi trimestr hali homilamiz kichkina. Bu paytda normada faqat 1 yoki 2 kilogrammgacha tana vazni ortishi kuzatilishi mumkin. Agarda tana vazni qo'shilish kuzatilmasa, albatta shifokor bilan maslahat olishingiz kerak yoki birdaniga 2 kilogramm yoki yana shu 3 kilogramm, birdaniga 5, 6, 7 kilogramm vazn qo'shilgan bo'lsa, bu juda ham tezkor. Sizning organizmingiz, ya'ni ayol organizmida qandaydir muammo bordir. Bu nimaga olib keladi? Ba'zi statistika muolajalar natijasida ko'pgina olimlar o'shani isbotlab bergandir. Birinchi trimestrda juda ko'p tana vazni olishi, keyinchalik 2 va 3-uchlikda muammo keldi. Qanaqa? Qon bosimining oshishi, o'sha preklamsiya, shishlarning paydo bo'lishi va homilani erta tug'ruqqa ham olib kelish kuzatilishi mumkin. Ikkinchi trimestr, ya'ni o'sha 2 ta 3likda qaranglar, 5,5-8,5 kilogrammgacha qo'shish mumkin. Va 3-xona bu 9 kilogramm, 14 kilogacha. Umumiy olganda o'sha 15 kilogrammdan butun 9 oy davomida oshmasligi darkor kuzatilishi mumkin. Bu holatdan sizda patologiya kuzatilsa, albatta kimga? Bizlarga, ya'ni akusher-ginekolog shifokorlarga murojaat qilishingiz darkordir.